agar men narsasi bir umr esda qolishni xohlaganimda shularni qilgan bo'lardim. Birinchisi, men o'qitgan emotsiyani hech qachon bermasdim. Har doim mendan bir xil emotsiya, bir xil настроение kutmasdi. Bir qarasa men unga shunaqangi zo'r qarardim, bir qarasa shunaqangi sovuq bo'lardim. Yana endi bo'ldi, shunaqa sovuq ekan deganda shunaqangi mehrli bo'lib qolardim. Mehrliligimdan o'ziga kela olmasdi. Ozginadan keyin yana ob-havo bo'lib o'zgarardim. Surpriz deb. Meni keyingi qadamim qanaqa bo'lishini hech qachon topa olmasdi. Men keyingi nima shart qilishimni hech qachon bila olmasdi. Chunki bizning miyamiz oxiriga yetmagan ishlarni, vaziyatlarni, munosabatlarni ketidan yuguradi. O'shani oxiriga yetkazish kerak.